Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari. Mana shunday naslli shved ishqibozlari. Do'stlar, turuvni qaranglar nima deyapti. Xudo xolasa mashalloh deb niyat qilganlar like bosib ketinglar sizlar uchun xudo xolasa shunaqa shvedlar makoni deydimi, xudo xolasa shunaqa joyga yetib kelganmiz, So'rtovoy joyiga. Videoni yonboshlab ko'rishdan bitta like bosinglar. Do'stlar, bugun haftaning 4-kuni, payshanba. Hop, 6 avgust 2026 Andijon viloyati Oltinko'l tumani hop Oqtepa qishlog'idan bo'lyapti do'stlar. Sotiladigan 3 bosh mana shunday shved, xudo xolasa bitta simentalga do'stlar, shved gibrid tushgan varianti mana ko'rishingiz mumkin. Bo'g'ozlar chiqib qoldi obunachilar. Hop, ikkita bo'g'oz obunachilar, bitta mana shunday xudo xolasa yetuk xunojim bor mana. Turuni o'zlaring bir qator ko'rib baho berib ko'rasizlar. Xudo xolasa shular to'liq ma'lumotlarni yoritib berishga o'zim harakat qilaman. Mana obunachilar harakatlar nima deyapti buni? Voy, mashalloh, turishini qaranglar. Bir-biridan sifatli, bir-biridan a'lo darajadagi, xudo xolasa kim olsa ham baraka topadigan variantlaridan do'stlar, bu qaranglar. Voy, mashalloh. Arqa ketlari pachko'p ketgan, oq quloq, oq tumshuq deganiga mun qaranglar. Yuvoshlarni ham bir qator to'liq ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilaman obunachilar. Xo'p, mana shu hop ko'rib turganinglar, xudo xolasa, ikkinchi qoringa bo'g'oz 5 oylikka yaqin, 4,5 oylikka berilaveradi do'stlar. Mana turuvlarini obunachilar bir qator o'zlarini bir ko'rib ko'ringlar do'stlar. Hop, yuvoshlari qanaqa ekan degan ishqibozlariga hop mana yuvoshlarini ham yaqindan ko'rsatib beraman do'stlar. Mana yuvoshlar. Mana to'ralaylar 4 joyda xudo xolasa keng. O 4,5 oylik bo'g'oz 5 oylikka yaqin 4,5 oylikka olaverasizlar xudo xolasa mana. Bo'ylari obunachilar 1.32, 1.33 ga yaqin chiqyapti, 1.30 plus berilaveradi. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, 37 million so'm kami bor, kelishiladigan joyi bor obunachilar mana. Sifatlariga o'zlaring ko'rib baho berib qo'ylar, tozasini boqaman degan shifosiga oq quloq, oq tumshuq. To'nlari biranta joyida boshqacha rang qo'shilmagan. Arqa ketlarini ham bir qator o'zlaring ko'rib baho berib qo'ylar mana. Balatidan xudo xolasa mana to'ralaylar 4 joyda o'sha yelinlari ham tortilib qolgan, palasa liniyalari bor. Xudo xolasa sifatlari a'lo darajada. Kelishiladigan joy bor obunachilar. Xo'p, bunisi do'stlar, simentalga shved gibrid tushgan, bo'ylari 126, 127 ga boryapti, 125 plusga berilaveradi do'stlar. Xo'p, bo'g'ozga keladigan bo'lsak do'stlar, buni 5,5 oylik do'stlar, 5 oylikka berilaveradi. O'zi syomkalari obunachilar buniki ham bor, buniki ham bor. Xudo xolasa tutamlariga ahamiyat berib berasizlar. Yuvoshilari mana kindiga tushgan variantlardan xudo xolasa to'ralaylar 4 joyda mana do'stlar. Idish qo'zg'ab qolgan xudo xolasa mana. Hop, yuvoshlilarini hayotda yuvosh. Mana oldilaridan bir qator ko'rinishlarni o'zlaring bir ko'rib baho berib ko'ringlar. Sifatlari a'lo darajada. Xudo xolasa ayiq polon bo'lib ketgan obunachilar dumba solganini qaranglar. Xudo xolasa buqa chiqsa ham, xunojin chiqsa ham yaxshi naslli xudo xolasa obunachilar mana. Yeni ham bor, molni yeni ham qator ko'rib baho berib ko'ringlar. Yaxshi naslli, xudo xolasa bola tushadi degan umiddamiz. Kim olsa ham xudo xolasa olib baraka topadigan variantlaridan. Hop, narxga keladigan bo'lsa, buni obunachilar 33 million so'm kelishiladigan joyi bor obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, mana aloqaga chiqarasizlar. Kuraydi ikkita yorgan xudo xolasa. Hop, 3-molimiz do'stlar. Hop, birinchi obunachilar nima desa bo'ladi? Yana bo'g'oz emas, birinchi yetuk xunojim bo'lyapti. Xudo xolasa birinchi qoringa deyiladi endi. Qo'p qo'yilgan emas, kuyuk turgan variant ekan. Hop, sifatlarini mana o'zlaring turuvlariga o'zlaring ko'rib baho berib ko'ringlar. Bo'ylari 125 obunachilar. Xudo xolasa plus chiqdi, 125 ga berilaveradi mana. Kallalari ham nok kalla bo'lib hayotda kelgan, buni ham palasa liniyalari bor. Xudo xolasa arqa ketlari balat pachka holatdagi shved. Hop. Hop, yosh obunachilar, hali unaqa kuray buzga yo'q, yoshidan endi o'tdi. 1 yil 1 oylik deydimi, shunday bo'ldi. Mana old ko'rinishlarni qator ko'rib baho berib ko'ringlar. Sifatlari o'ta a'lo darajada, oyoq qo'llari tik, baquvvat variantidan. Buni obunachilar mana to'ralaylarni 4 joyda xudo xolasa endi bu yosh. Hop, shu joyda. Mana sifatlarini o'zlarini bir qator ko'rib baho berib ko'ringlar.
Hop, narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar 23 million so'm kelishiladigan joyi bor obunachilar. Kichkina mol emas, hali o'simi bor. Hammasi xudo xolasa o'simi bor. Qo'yib, o'zim buqaga qo'yib, xolagan buqamga qo'yib, naslab olaman degan ishqibozga do'stlar, mana shu bu ham sotiladi do'stlar. Kelishiladigan joyi bor. Hop, hammasi ham bir-biridan yaxshi, sifatli, a'lo darajada, xudo xolasa bo'g'oziylarga garantiya beriladi. Buni ham o'zilari bor. Qiziqqan, ishqibozi bo'lsa, kelib bemalol ustida savdo qilishlari mumkin do'stlar. Aytilingan narxlari muhim emas. Asosiysi telefon qilib bog'laninglar, xudo xolasa kelishiladigan joylari bor. Mollarga yeb ichishiga, so'roq savoliga bir hafta garantiya beriladi. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab chiqaveradi, xudo xolasa. Hop, mana vodiy ichi bo'lsa do'stlar, 1 million fotochasalaring qolgan eshiklarning tagiga borganda sanab bersalaring bo'laveradigan holatda do'stlar. Xudo xolasa o'ylanmaysizlar. Har xil kasalligidan, tuyog'idan, boshqasidan endi yetalashning imkoniyati yo'qligi uchun do'stlar, agrodda ekin tikin borligi uchun ko'rsatilmadi. Bemalol xudo xolasa yurish-turishlari a'lo darajada mana. Ko'rib o'zlaring baho berib ko'rasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, biz bergan ma'lumotlar ekranda raqamlarga chiqib, aloqa qilib savdolarni qila olasizlar. O'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Xudo xolasa 3 bosh avvalo tushishga nasib qilsin. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda raqamlarga bog'lana olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Ulgurib qo'yinglar, xudo xolasa.